Forex demo hisobini qanday yaratish mumkin? Salom hammaga, ushbu videoda men sizga Forex demo hisobini yaratishni ko'rsatib beraman. Forex demo hisobini yaratish uchun web brauzerni oching. Men Google dan foydalanaman. Siz ushbu manzilda Forex brokerlarga kirishingiz mumkin. Yoki ushbu videoning tavsifidagi Forex hisobini yaratish havolasini bosing. XM brokeri bilan Forex hisobini yaratish misolini olaman. Siz XM ga ushbu manzilda kirishingiz mumkin. Boshqa Forex brokerlari uchun shunchaki Forex brokeri nomini almashtiring. Biz boshlaymiz. Bu vaqtda veb-saytning asosiy interfeysi paydo bo'ladi. Tilni o'zgartirmoqchi bo'lsangiz, bu yerni bosing. Bu yerni bosing va o'zgartirmoqchi bo'lgan tilni tanlang. Akkaunt yaratish uchun bu yerni bosing. Keyin boshlashni bosing. Birinchidan yashash mamlakati tanlang, e-pochta va parolni kiriting. Eslatma, bular parol talablaridir. Men misol sifatida ekrandagi paroldan foydalanaman. Keyin XM shartlarini qabul qilish uchun bu yerni bosing. Ro'yxatdan o'tishni bosing. XM sizga tasdiqlash elektron pochta xabarini yubordi. E-pochtangizni tekshiring. Endi men Gmailni ochaman. Iltimos, elektron pochta qutingizni tekshiring. Bu XM hozirgina yuborgan xabar. Xabarni kiruvchi qutingizda ko'rmasangiz, iltimos, bu yerga bosib, spam jildini tekshiring. Spam jildiga bosing va tekshiring. Endi men xabarni ochaman. E-pochtani tasdiqlashni bosing. Chunki men Google bilan hisob yaratganman, shuning uchun Google dan foydalanishni tanlayman. Agar siz haqiqiy hisob yaratmoqchi bo'lsangiz, hisobni tasdiqlash uchun hujjatlarni yuklashingiz kerak. Demo hisob qaydnomasini yaratish tasdiqlashni talab qilmaydi. Bu yerni bosing. Keyingi mening hisoblarimni bosing. Mening hisoblarim bo'limida bu yerda siz savdo hisoblaringizni boshqarasiz. XM ikki asosiy turdagi hisobni taklif etadi: haqiqiy hisoblar va demo hisoblar. Bu XM foydalanuvchilar uchun yaratgan MetaTrader 5 standart haqiqiy hisobi. Bu XM foydalanuvchilar uchun yaratgan MetaTrader 5 standart demo hisobi. Men sizga qo'shimcha demo hisob yaratish bo'yicha ko'rsatma beraman. Bu yerni bosing. Hisoblarning 3 turi mavjud: savdo hisobi, investor hisobi va maxsus demo hisob. Siz maxsus demo hisobni tanlaysiz. Birinchidan savdo maydonchasini tanlang. Ikkita platforma mavjud: MetaTrader 5 va MetaTrader 4.
Men MetaTrader 4 ni tanlayman. Keyin hisob turini tanlang. Men standart ni tanlayman. Keyingi kredit yelkasi, asosiy valyuta va sarmoya summasi ni tanlang. Davom etish ni bosing. Yakuniy qadam savdo hisobingiz uchun parol yarating. Eslatma, bular parol talablaridir. Men misol sifatida ekrandagi paroldan foydalanaman. Yakunlash ni bosing. Demo hisobi muvaffaqiyatli yaratildi. Savdo platformasida ham hisobingizga kirish uchun siz server nomi, kirish hisob raqami va hisob paroli kabi ba'zi ma'lumotlarni bilishingiz kerak. Siz server, kirish hisobi raqami va savdo platformasini shu yerda topishingiz mumkin. Kirish paroli siz hozirgina yaratgan paroldir. Endi siz hisobingizga kirib, tranzaksiyalarni amalga oshira boshlashingiz mumkin. Siz ushbu videoning tavsifida bergan MetaTrader 4 va MetaTrader 5 ni qanday o'rnatish va tizimga kirish video darsiga murojaat qilishingiz mumkin. Men Forex demo hisobi yaratish bo'yicha ko'rsatmalarni yakunladim. Sizga investitsiya sayohatingizda muvaffaqiyat tilayman.